Assalomu alaykum. Andijon viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumotlar berib o'tamiz. Korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy to'sqinlik qiluvchi, iqtisodiy rivojlanishni sekinlashtiruvchi, davlat organlariga bo'lgan ishonchni pasaytiruvchi hamda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xavfli illat hisoblanadi. Hurmatli hamkasblar va vatandoshlar, Andijon viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan korrupsiyaning oldini olish, uning har qanday ko'rinishlariga mutlaqo murosasiz munosabatni shakllantirish, shuningdek, tizimda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash borasida izchil va aniq yo'naltirilgan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, o'simliklar karantini talablariga rioya etilishini ta'minlash, ularni zararli organizmlardan himoya qilish maqsadida o'tkazilayotgan dala monitoringi, chegara maskanlarida karantin ostidagi mahsulotlarni nazoratdan o'tkazish hamda ularga tegishli fitosanitariya sertifikatlarini rasmiylashtirish jarayonlari to'liq raqamlashtirildi. Shuningdek, boshqarma tizimida ishga qabul qilish jarayonlari davlat fuqarolik xizmati vakant lavozimlarining yagona ochiq portali orqali amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 2-apreldagi davlat organlari va tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'limlari mustaqilligini ta'minlash hamda faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 147-sonli qarori 2-bandi A, B kichik bandlariga asoslangan holda joriy yildan boshlab boshqarmada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mas'ul xodim faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur yo'nalishda korrupsiya va manfaatlar to'qnash va ehtimoli mavjud bo'lgan holatlar muntazam o'rganilib, ularni bartaraf etish yuzasidan aniq choralar ko'rilmoqda. Shu bilan birga xodimlar o'rtasida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish maqsadida tushuntirish va targ'ibot ishlari tizimli ravishda olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2022-yil 12-yanvardagi 81-sonli qaror ijrosi doirasida boshqarmada korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish borasidagi faoliyatini samarali tashkil etish va huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ichki idoraviy hujjatlari tasdiqlangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyuldagi aholi va davlat xizmatchilarining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi bilimlarini uzluksiz oshirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 228-sonli qarori talablarining ijrosini ta'minlash maqsadida O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Andijon viloyati boshqarmasining 19 nafar xodimi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mavzusidagi 24 soatlik maxsus chuqurlashtirilgan o'quv kursida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha bosh mutaxassis korrupsiyaga qarshi kurashish menejmenti tizimini samarali ishlashini ta'minlash mavzusidagi 36 soatlik maxsus chuqurlashtirilgan o'quv kursida 12 nafar xodim, shuningdek, so'nggi 3 oy davomida yangi ishga qabul qilingan xodimlar davlat xizmatida korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusida 36 soatlik maxsus o'quv kursida jami 31 nafar xodim O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish virtual akademiyasi elektron platformasi orqali masofaviy o'quv kurslarida qatnashib, yuqoridagi mavzularga oid bilimlarini oshirib, tegishli sertifikatlarga ega bo'ldilar. Boshqarmaning rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan materiallar, shuningdek, korrupsiya holatlari yuzasidan xabar berish uchun mo'ljallangan aloqa kanallari to'g'risidagi ma'lumotlar muntazam ravishda e'lon qilib borilmoqda. Fuqarolardan boshqarma hamda uning tuman bo'limlari xodimlari faoliyatida korrupsiyaviy holatlar yoki boshqa qonunbuzarliklar haqida ma'lumotga ega bo'lgan taqdirda quyidagi aloqa kanallari orqali murojaat qilishlarini so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.